sen joyidami? Kechirasan-u, kimni uydan kimni haydayapsan, ha? O'z xonamdan ma'shuqangni haydayapman. Tarbiyasizlik qilma. Hozir yomon ko'nglimga botdi. Uylangan odamning yotoqxonasiga kirish, u yerda qolish tarbiyasizlik emas-u? Hozir meni qilayotgan ishim tarbiyasizlikmi? Yo o'zing bu yerdan yo'qolasan, yoki o'z qo'lim bilan sudrab, ko'chaga chiqarib tashlashni yaxshi bilaman. Xo'sh, bu ishni qanday qilarkansan? Qani qilchi? Qanday qilamanmi? Mana bunday qilaman. Seyran, Senga aytmoqchi nima qilyapsan, ha? Aqldan ozdim. Sen meni aqldan ozdirding. Hozir bu qizni ko'chaga chiqarib tashlayman. Bu uydan haydayman. Sen esa shu yerda meni kutasan. Meni shu yerda kutasan. Eshitdingmi? Eshitdingmi? Qo'yib yubor, shundoq ham ketyapman-ku. Afsus. Men senga xonada kut dedim, to'g'rimi? Biror nima qiling. Hozir ta'ziringni beraman. Asma. Men senga xonada kut demadimmi? To'xta, shuni iltimos sendan. Bu yerda nima qilyapsan, ha? Nima qilyapsan bu yerda? Nima qilyapsan? Voy, asablarim buzildi.